ishongim kelmaydi. Lekin aytishim shart deydi. Shunaqa boshlanadi. Xullas, oxir mashina bozor davom etyapmiz. Mana bu narsa Samarqanddan akalarimiz kelishibdi. Radnoy bir qo'l ekan. O'zim salonni olganman deyapti. 10 ming yurgan top-toza absurda. Kelib mana sotyaptilar ekan. Qiziqinglar, zo'r. Bunaqasi har doim kolleksionerlar iltimos bunga e'tibor beringlar. Salonlar ham ideal. Kalina 23 millionga sotib yuboraman deyaptilar. Matiz qimmatroq dizaylar mana Kalina. Endi mana narsa juda ajoyib. Zavodskiy 2012-yil ekan. Jiguli mana 05 li Zavodskiy mana pikap ol. Aka butun toza deb aytayapti. Butun mashina ekan xullas. Bu yoqda 01 zo'ri 15 millionga ichida 07 bor ekan. Xullas bu Vazinga 106. Samarqanddan kelishibdi akalarimiz. Mana qaranglar, Radnoy mashina ekan, eng qizig'i mana 10105 kilometr. Aka halolmi desam halol deyaptilar mana. Radnoy narsa ekan mana. Bir ko'rib olinglar. O'zim ham hayratda o'tirib tomosha qildim mashinani. Juda chiroyli ekan. 94-yilgi mashinani shunaqa saqlab olish ham nima deydi? San'at bo'ladi o'rtoqlar. O'rtoqlar, hamma yo'q Radnoy. Top-toza mashina, puliga 6,5 kam bor deyilyapti. Aka, endi mashinani ko'rib turibsiz deb aytayapman sana. Ko'ringlarchi. Nima deydi? Kolleksionerlar bo'lsa bir qiziq qo'yiladi xolos. Bitta saqlab qo'ysanglar, endi ko'rib qiziqadiganlar bo'ladi-ki. Taglarni ham bir ko'rsatib beraymi sizlarga? Shunchaki mana go'zal. Hozir bir boshdan ko'rsatyapman. O'zim ham hayron shunaqa 06lar ham bor ekan. Ketdik. Samarqandliklar respekt mana Samarqand nomlari bilan turibdi mana kelishibdi. Xo'p, mana o'zini o'sha Zavodskiy sumkachasi bu, nasoslari hamma yo'q o'ziniki ekan-a. Mana zapaskasi ham bor. Hozir kapotlarni ochib ko'rsatay. Lekin oldin sizlarga oldi videoni ham ko'rsataman. Xo'p, 3.7 motor mana. Hamma yo'q o'zini kelyaptilar. 10 ming qanchadir yuribdi. Shu halol mana dirkalarigacha ko'rishinglar mumkin. Gap yo'q. Xo'p, hozir egalar bilan suhbat qilamiz. Qanalar egalari? Aka, bir minutga ma'lumot berib bering aka. Buni o'zingizlar saqlaganmisizlar buni? O'zingizlar olgansizlar buni, to'g'rimi? Salondan o'zimiz oldik. Salondan olib, salondan olib o'zimiz oldik. Yana bormi, yo'qmi bunaqadan? Saqlangan. Ha? Samarqandda bor. Sizda? Bizda 07'si bor. 07'si bor. Gap yo'q. Xo'p, aka, 6,5 kam bor deyapsiz. Bizning obunachilarga, biz kolleksionerlar biz nechta pul kelishtirib bering endi. Qanchaga beramiz? 6,000 qilib beramiz. Variant bormi aka? Ozmoz kutib turamiz. Ozmoz kutib turamiz. Kelishlarda. Telefon raqam bering-chi. 99lik 134 21 ismingiz? Jamshid aka, bozoringiz bersin aka. Hamma dokumentlar joyida. Mashina o'z hisobingizda. Shu yerda o'zi afford bo'ladi. O'rtoqlar, qiziqqanlar bo'lsa. Qarang, mana tranzitmi, nomermi? Mashina Radnoy ekan, kraskasidagilar. Qarang. Xo'p, mana bu yerda bitta Kalina bor ekan. Yili necha aka? 2007-yil Lada Kalina. Nima deymiz ekan? Nima kamchilik bor? Kraska qanaqa? Kraskasi bor. Bor. Necha foiz desak bo'ladi aka? Bilmaman, 30% bor ha kraska. Motor yaqinda qilindi. Oldida udari yo'q shekilli. Yo bormi? Yo'q, mashina bor ekan. Mashina bor ekan. Ha, endi bunda tiralgan. Xo'p.
Motor rasxod yo'qmi? Yo'q, motor yaqinda qilindi. Apkatkadan chiqdi. Apkatkadan chiqdi. Ha. Gaz bolari bor. Aka, kelishtirib beramizmi? Xudo xolasa. Nech pul deyapsiz, pulini aytingchi. 3 millionga berib yuboramiz. Ana, Matiz olaman deb o'tirmangda, ana arzonga 23 millionga sotib yuboraman deyapti. Nima quliyligi bor aka? Ruli yengil Elektronika. Hop, oynalar elektronli mana. Center zamokmi bu ham? Center zamok. Center zamok ekan mana. Yana nima, konditsioner yo'q-a? Yo'q, konditsioner yo'q. Isitmaydimi sidini? Yo'q, qizdirmaydi. Endi tashkil qilamiz, biz. Yaxshi. O, salonlarimiz sana. Matiz 3000, 2500 qimmat deganlarga 23 millionga mana Lada Kalinani olinglar. Metan nechta? 65 ta? 65 ta deyman. Ana. Benzinga ham beradi. Xullas aka, bittalar so'ramaylik. Nima kamchiligi bor? Kamchiligi yo'q, granata ishi bor 200 ming. Granata hali chapga burganda taqqanlaydi. Olgan odamga qilib beriladi. Qilib beraman. Mana beriladi. Aka 23 million so'm oxirimi yoki ichi tushamiz? Yo'q, o'sha oxiri 23 million. Telefon raqami 99 99 226 226 70 70 06 06. Ismingiz? Dilmurod. Dilmurod aka, o'zingiz. Aka bozoringiz bo'lsin. Rahmat. O'rtoqlar, VAZ 2101 va 01 kopeyka deydi. To'q yashil rangda ekan, sastena ideal turibdi, xudo xolasa. Assit qilgansizlar, ha? O'zi shunaqa tagi, shunaqa rangda bo'lgan. Ko'ringlar, aka nima qildinglar buni? Sastenani qaranglar. Ota 3 motor. 3 ga 7 motor. Hop. Delit yangisi, qavuqlari bor edi. Yashay. Yangi qildilar. Aha. To'rtta bo'ladi, yangi. Yangi to'rtta bo'ladi. Mashina Shumka. dokumentlari bo'lgan. Polni shumka. Bakovoy 07, 07 oyna, ha? Polni shumka. Tomi ham shumkami? Xo'p. Polik bor. Sidina chexol bor. Mana. Zo'r, salonlari ham ideal. Kamchilik yo'q ekan aka. 06 torpedka. Tiriq degan ovozi yo'q. Bu Capronmi? Capron nechta? Nechtalik? 75-80 tami shunaqa kerak-a. Mana, shumkalar bo'lib, zapaskasi bor, ha. Xullas, kapotini ham bir ochib ko'rsataman. Zo'r. Keramikalargacha qilib qo'yilgan ekan. Xo'p, 3 ga 7 motor dedingiz, ha? Kamchilik yo'q-a bu yoqda? Hamma yo'q. Zo'r ekan, xo'p. Qani, narxni ayting endi. 2100 ga beramiz. Berib yuborasizmi? Tushamizmi yo berib yuboramizmi? Telefon qilaylik. 2100 kelishiladi, ha? Bering telefon raqamini. 97lik 704 12 12. Ismingiz? Ulug'bek aka, ma'lum qilsa, bozoringizga bersin, ha? O'rtoqlar, Xalyatinskisi borgandan qip-qizil Jigulini qidirganlar bo'lsa, sastenasi yaxshi shekilli aka. Aka, o'zimizcha tanlaganmiz. Polni shumka bo'lgan, motorlari yangi, o'zi endi apkat kiradi. Buzinglar uchun chiroyli qilgansizlar, ha, buni. Jevski ekan bu. Mana 06. Shayda bittami dokument? Shayda bitadi, hammasi shayda. Ham yo'q, shayda bitta. Holati zo'r ekan buni. Tak, necha motor bu? 11 ha? O'zini radnoy 11 motor bo'ladi. Kamchilik yo'qmi bu yoqda? Biz polni shumkalarni qilib, chiqilib qo'yganmiz aka. Yashang. Akkumulyator boshqasi hammasi yangi. Qani, salonlari humo qushlar bilan, ha? Shumka bormi? Polni shumka. Polni shumka. Maytofonlar ham yo'q ishlaydi, ha? 07 sidina qo'yibsiz, ha? 07 sidina yaxshi qo'llab, topib. Bitta aybi. Aybini ayting, aybini. Aybi Capron. Capron nechtalik? Yo'q, o'sha Capron o'sha 65 ta. Hop. Gazga urilgan past. Agregat urilgan. Hop. Nima deymiz? Pul deysiz. Kelishdi. Biz o'zi $1200 barakasiga ozgina o'tib beramiz. 1200 kelishtirib Ha, beriladi. yili 90. 90-yil. Menga qarang. Og'ir mo'ljalda ekan. Sat o'shanga qarab telefon qiladi. Sat olib qo'yadi. O'zi yaxshi-yu, o'zi $1500 dan o'tgan o'zimiz. Qarang. Hozir naqd pul kerakligi uchun 1000 ga ketdimi? Mana 10 ta. Berdi, sotasiz, sotmaysiz. o'zimizga qimmatroq Yo'q, chiqadi. O'zi xo'p. sizni
Hop. Guruhdagi Hop, yig'ilgan o'rtoqlar o'z 1200 so'zi aniq haligi oxiri shekillancha. Bering telefon raqam. 95 95lik 015 015 54 54 ismingiz? Komiljon. Tomirjon hozirlar. Bozoringlar bersin ha. Aka charchamang. Ha. Tak. Necha yili buni? 2003. 2003-yil avtoshahar aka. Aha. 06 mana. 07 o'rtoqlar 2003-yil. Radnoy 07 mi 57 qilingan? Yo'q, o'zi Radnoy 07. 6 motor ha, karburator aka. Motor, dokumentda muammosi yo'q. Aha. Generallik qilib beriladi. Nech pul qilib beramiz ham aka? 15,5 bersin, minib kelsin. 15 millionga sotmayapsiz, 500 qo'shsa ketdi. Yaxshi. Ishlar ham ko'raveradi. Temir balon. Temir balon. Yo'q, pul. Pultlari bor. Kraskalar mana bor ekan. Bitta mashinada effekti bor xolos. Aha. 65 ta. Ha, 65 ta temir balon. Zapaskalar bor ekan. O'rtoqlar ishlaydi. Moskvich puli ekan 15 millionning oshig'i kerak emas mana. 15 million bersin, minib kelsin deyaptilar. Stoka birortasi ketmagan. Stokalar To'rtta ham. stoka bit-bit. Bagaj hammasi sedib bor. Telefon raqam 90lik, 90lik 552 552 80 71. 80 71. Ismingiz? Rahimjon. Abdurahmon aka deb mo'jizat qildilar. Biziga hammasiga beradi. Bozoringiz bersin aka. Atganingiz keldi. O'rtoqlar, ancha bo'ldi bunaqa narsa kelmaganiga. O'zingizlar ham rosa ko'p qidirganlar bor. Telefongacha qilib topib bering deganlar. Mana shularga VAZ 2105 ta pikap, bu zavodskiy pikap, to'g'rimi aka? Yili nechi buni? 2012. 12 yili ham yangi keldi. 2010 dan tepa ekan mana. Kaltagi yo'q deysizmi? Benzin metan. Benzinga, metanga yurar ekan. Damas bakovoylar yarashibdi. Xullas. Kamchilik aka shu oldi balonimi? Ha, baloni xolos. Boshqa kamchilik. Qolgan kamchiligi yo'q. Butun mashina, ha? Butun kaltagi yo'q. Sijenalari ham yaxshi ekan. Oladi minadi. Sarflaydigan joyi. Pul sarflaydigan joyi yo'q ekan. Oladi minadi. Bu aka nechinchi krug ekan? Bilmaysiz. 55 ming ko'rsatyapti. Motor ochilmagan. Hozir motorni ham ko'rsatamiz. Eng mana uni ko'ringlar. Mana aka qancha yuk olyapsizlar endi sir bo'lmasa? 1 tonnagacha labon yukini olaveradi, ha? Olaveradi. 8 kilo yeb oladi. Zavodskiy narsa eng qizig'i o'rtoqlar. Ichi ham keng bo'lar ekan, ha? Razmerini bilmaysiz? Bizga dehqonchilik yo'q. Naqasi bo'lib 80 mingga shunaqa o'zim. Xo'p. Metan 65 ta. Metan. Resorli mana zavodskiy o'rta, resorli. Endi yukxonaga resor qilmasa bo'lmaydi, ha? O'tvoring aka. Xo'p. Narxi qancha aka? Narxini ayting endi. 3200 ga kami bor. 32. 3200 kelishtirib beraman deb aytyaptilar. Gazga ham, benzinga ham yuradi, ha? Voy. Ko'ringlarchi holatlarini, hamma yo'q yaxshi. Motor rasxodlari bormi-ki, yo'qmi? So'rab olay. Aka, motor rasxodlar yo'qmi? Yo'q, rasxod yo'q. Ochilmagan deyapsiz, ochilmagan deyapsiz. Yo'q, ochilmagan. Nechi motor bo'ladi bu? 16 motor. 6 motor. Zo'r. 3000 bu yoqqa o'sib turing aka, orqamga. 3200 kelishtirib beraman. 3200. Qanchalar atrofda kelishamiz aka? Sizga yuradi. Ha. Yetmay qolsa-chi, Kelishamiz. Kelishamiz. 1,5 ming boriga variantga chiqib oladi. Kelishamiz. O'zim nomimda. Ha, generalni ham beramiz. Ha, generalni ham beradi. Telefon raqami 88lik 88 833 833 7704. 7704. Ismingiz? Sherzod. 7704. Sherzod aka desanglar, mana chiroyli qilib aka, beriladi. Aka bozoringizni bersin. Uy shaydami? Yo'q, Andijon. Andijonda qayerda o'zida? Shaharda o'zi. Andijondan kelibdilar. Aka gapi yo'q, bozoringizni bersin.